Salom do'stlar. Biz bugungi videolarimizda akkaunt 21 akkauntni obzor qilib o'tamiz. Qani biz unda boshladik. Mana bu 21 akkaunt tarkibi. Varatadan boshlaymiz. Varatada o'z davrining qiroli bo'lgan De Gea, David De Gea. Reaksiyalar 79, 78 holatda. Sandro, Alexandro, bilasizlar, Ronaldoning mashhur 293 sakragan goliga assistentlik qilgan futbolchi, speedlari zo'r. Emerick Laporte hozir Al Nassr tarkibida o'ynayapti. Ronaldoning safdoshi Marquinhos hozir uning darajasi ko'tarilgan. Jordi Alba, Barsaning himoyachisi, qanot himoyachisi. Matuidi o'z davrining zo'rlaridan bu ham. Christian Eriksen Xorvatiyaga qarshi o'yinda bu 2018-yil jahon chempionatida vobshe zo'r o'ynab turgandi. Bu ham delisida paydo bo'lishini istayman yana qaytib. Va Muhammad Salah o'sha paytda speedlari zo'r ko'rinishda bo'lgan futbolchini. Bu o'sha Realning mashhur futbolchisi James Rodriguez. Mbappe hozir bunday darajalar ko'tarilgan 86 ko'rinishda. Lukaku bu ham zo'r futbolchi bo'lgan, hozir darajasi bittaga pastlagan buni. Va biz 2018 finalini eslasak. 2-1 va 3-1. Tanzlam do'stlar, Gareth Bale. Juda ajoyib futbolchi. Esinglarda bo'lsa, Zidane hayron qolib ketgandi bu golda. Aniq, u Liverpoolda sindirib tashlagan futbolchi edi bu. Marco Verratti. Zo'r futbolchi bu ham. Ivan Rakitic kuchli zarbalari bor edi bu futbolchini Barselonada gullagan xorvatiyalik o'yinchi. Va Parejo. Va oxirgisi Romagnoli. Bizda akkaunt reytingi 81.6, stadionlar taqim masoli. Va do'stlar, mana shu akkaunt. Endi buni kuchaytirib ko'rsataman sizga boshqa videolarimda. Yana qanday videolar chiqaray? Kommentlarda yozib qoldiring, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xo'p do'stlar, biz unda sizlar bilan xayrlashamiz.